5. qism. Oygulga telefon qildim, hayol shimayla qeshimga o'nib bo'ldi. Meni seg'inib ketgan o'xshamamsan? Chidasang, atili qo'yningda bo'laman emasmi? Bo'ldi qila. To'yning ishini bo'ldi qil. Buni ko'rib baq. Bu nima? Bir joyda qurashtirib kelmagansan? Odam o'zining qig'indimi shundoq tiz tang'ili bo'ladi ekan. Nimaligini demasammi bilasan? Uyimning chirog' ichiga yo'shirilgan narsani unutib qolmagansan. O sen turlib ketdi. Qo'limga esilib oldi. Uningmi qo'rqadigan chig'i bo'ladi ekan. Qanaq, to'yni chiroyli to'xtatsang bo'lamiki? Rasvolig'ing dadang bilib yursa bo'lmas. Bir bilikimga esilib turgan Aygul kelish turib tasdigimga birni soldiki, ko'zimdan o't chaqnadi. Bugünkidek kunda o'zimni besib olmasam bo'lmaydi. Ma'qul. Yaxshi urding. Ko'msang bu narsalarni munosabatli o'rnlarga topshirib bersammi bo'ladi? Tahdidim kuchaydi. Bilganingni qil. Ammo men to'ydan hargiz voz kechmayman. Bo'ladi. Sen to'yingni qilavergin. Men buni ota-onamga ko'rsatsam, ularni to'ydan yondirishga ko'zim to'liq yetadi. Shahar boshlig'ining qizining to'yda o'g'il taraf qiz yo'tkigil kelmay yursa, rasvo bo'ldig'ini kim bo'ladi? O'zingni obdan bilasan. Yanmoqchi bo'lib keynimga burildi. Shakir, meni o'lsin demsan? Bo'ladi. Men o'lay. Ati to'yim emas, motam rasimimga kelasan. Oygul, meni nimancha zo'rlaysan? Hamma ishning yo'li bo'ladi. Biz o'qiyotimiz. O'tirimizda muhabbatdan so'z ichish mumkin emas. Bir mezgil kutib baqsaq nim bo'ladi? Hozir sen mening to'y qilg'im yo'q deb, ati bir kun qechib kelsang, men bu rasvoliklarning sirtqa yelib ketishining oldini olib, buni yo'q qilsam bo'lmadimi? Bundan keyin yanala sen men deb yurishga ozroq bo'lsin yo'l qo'yib qo'y. Sen Shamsiyani deb shunday qilyapsan. Bo'ladi. Men sening Shamsiyadek bir saqaymas kasal egisi bilan to'y qilishingni ko'rish uchun bo'lsa-mi saqlay. Baribir tushuk munchaq olasan-ku shu. O'lim oldidimi, o'z raqibini tishlab olib o'lish uning qiyniq singib ketgan bo'lsa kerak. Nimani olsam o'zim olaman. Sening qaring bo'lmasin. Buningdan keyin yomonlikdan yiroqroq bo'lasan. Shundala aramizda munosabat bo'ladi. Amsi men ketdim. Oshig'ing bilan tezroq to'y qilib, o'lishdan burun visoliga yetkazib qo'yasan. Biroq diqqat qilmasang, yomon kasal yuqtirib olasan. Bo'lsa, to'ydan burun salomatlik tekshirishni unutma. Zaharxand kulish anglanmoqda. Mazmut qadamlar bilan ketmoqda edim. Telefonim sayrab ketdi. Asam onamning ovozi anglandi. Chakir bolam, bo'ldi. Bundaq to'yni bekor qildik. Hamma ishlardan xabar topdim. Atiki to'yni hazır qilib etayli. Rahmat ona. Meni tushunganinglardan baxushal bo'lyapman. Rahmatni men sana aytay bolam. Bu to'yni qilgan bo'lsak, oltindek bir kelinimdan ayrilib qoldiganman emasmi? Onamning oltindek kelinim degini Shamsiya bo'g'iydi ilohim. Yana xato tushunib, Ro'shangulni kelinim deb yurmisi bo'ladi. Menimni sagitib, atik to'ydan o'zimni qochirish uchun uyga qaytmaslik qaroriga keldim. Ana, mehmonlarimning oldin obdan xabar berib qo'y. Men bir joyni tepib, menimni sagitay. Mehmonlaring allaburun ketdi. Sen bilan maktabda ko'rishimiz deb qo'ysizlar deb ketib qoldi. Nalada tamtirab yuraysan? Uyga qaytib kelsang bo'lmamdi. Xotirjam bo'l ana. Sizlar to'yni buzimiz deb yurmisanglarmi? Oygul o'zi buzadi. Atkaga mehmonlarni obdan kutasizlar. Men bir mehmonxonaga o'rlashib, atini xotirjam o'tkazay. Sizlarni Allohga topshirdim. Xo'shamsa. Onamning javobini kutmayla telefonni qo'ydim va Ro'shangulga telefon qildim. Uning telefoni etik ekan. Shamsiyami aytibdi. Menmo telefonimni etib etib, atki majralarni ko'may deb qo'shni nahiyalardagi bir mehmonxonaga cho'kish uchun taksi to'sidim. Yotoq ochqizib, yotoqqa tushgan bo'lsam-mu, atki ishlarni o'ylab faqat uyqum kelmadi. Ba'zida yolg'izlikni xohlaydi ekansan-u, ammo yolg'izlik seni qiynab, eng yaqin kishilaringning xiyoli sana amro bo'ladi ekan. Shamsiyani xiyol qilatdim. Uning mening to'y ishimni deb bu shaharga kelishi hargizmi meni Oyguldan qutqizish uchun bo'lmas kerak. Balkim uning ko'nglida shaxsiy g'araz bo'lishi mumkin. U meni cho'qim yaxshi ko'rdi ekan.
xiyollarim qanotlanib uchmoqda. Shamsiya degan shu ismni izlamoqda. Biz nima degan shaxsiyatchi, a? Ata mening to'yim emasmidi? U ishlar nima bo'lib ketdi? Ota-onam nima tanglikda? Oygulning uyidagilarchi? Ular kelgan mehmonlarga nima deb javob berdi? Bularning hech qaysisi xiyolimga kirmay, Shamsiyani o'ylab yotaman. Ishikning osta chekilishi xiyoldan uyg'otdi. Bu yerim kechida kelgani kimdo deb berib ishikni ochdim. Ochdim-yu, ishik chekkuchini ko'rib qo'rqib ketib, ishikni taqib oldim. Ishik qayta chekildi. Sirtkilar ishikni buzib kirdigandagidek ishikni ichidan tirab turib oldim. Ishik chekilmoqda. Men qo'rqib badanimdan ter qo'yilmoqda. Qo'rqishdan boshqa narsa yo'q. Ishikning chekilishining qachonlar to'xtab qolganini bilmabdiman. Yotoq telefonining jiranglashidan hushimni topdim. Telefon jiranglamoqda. Qalbimni bir qo'rqinch chulg'umoqda. Jiranglash to'xtaydigandek emas. Qo'rqish ichida turibgina qo'limga oldim. Döt sarang, nimandaq qilasan? Uydan qochib chiqqan men o'z kimligimda yotoq ochqizayma? Tutilib qolib ishkilisimizni rasvo bo'lsin demsan. Ishkingni ash yoki kimligingni chiqartib men yotoq ochqizibpa. Oygulning ovozi edi. U mening bu mehmonxonaga tushganimni qandoqsiga bilgandi. Qaraganda bugun uningdan qutlanmoqdekman. Yotoqdan sirtqa chiqdim. Uning yotog'iga kirib olmaslik uchun o'z kimligimda yana bir yotoq ochqizdim. U yotoqqa kirib ketish oldida: Shakir, bugungi kechani o'tkazishni shuncha oson deb o'ylamsan. Men mush bir qaytim ishon. Sana hamroh bo'lib bu bir uzun kechani o'tkazib olay. Hargizmi yomon g'araz aralashmag'iniga kapolatlik beray. Eshakmo puti bir qaytim sibilgan ko'rikdan o'tmaydi ekan. Bugun kechining har ishkilimiz uchun qanchalik azobli ekanligini bilamsan. Men uyga xat qoldirib qochib chiqdim. Ular meni cho'qim izlaydi. Yolg'izlikda ichim pushib, ichib mast bo'lib qolsam, nima bo'lishimni bilmayman. Har ishkilimizning bexatarligini deb bo'lsa-mu, bir oz hamroh bo'lib paranglashishimizga yo'l qo'y. O tahdid silvatadi. Bo'ldi qal Oygul, bak charchab ketdim. Orom olayli. Shamsiya bilan nima zidiyatimiz borligini bilgin yo'qmi? Mening ojizligimdan tutib oldi. Men bu ziddiyatni bilishga bakma taqozo edim. Bo'ladi. Biroq chekdan oshadi ekansan, haydab chiqiraman. To'y bo'g'ichilar xiyoliy yurimiz. Cho'nglar nimami bo'lib ketgandi, a? Oygul xilal besiqib ketgan edi. Menga surkilaymi demaydi. Yotoqdagi sovuq ichimlikdan ozroq ichib olib so'radi. Kamerani qandoq bayqadim? Rushangal aytib bermagandu. Umu o'zi qiziqadigan ishlarni bilishga oldirsa kerak. Men sizlar ishkanlarni qilgan bo'lishi mumkin deb o'ylagan. To'y tayyorlig'ida chiroq almashtirganda tasodifiy bayqaldi shu. Roshangulni qo'g'dash uchun yolg'on so'zladim. Men texir Roshanguldan ko'rib yuribdiman. Bo'ldilar, taqdir shundoq bo'lsa kerak. Yengilganimga tanbasammi, ammo seningdan o'lgicha voz kechmayman. Bo'ldi qil Oygul. O'zingni yaxshi ko'rmaydigan birini qo'g'lishib, nima foydaga erishadigan-san, a? Foydadan so'z echib Shakir. Men seni hargizmi foyda qo'g'lashmayman. Ko'ngil degina, ko'ngil. Uning ko'zidan tunji qitim yosh chiqqanini ko'rishim edi. Mena bu yadligimni qandoq bildim? Bu degan oson-ku. Sening taksi to'sib, mushu nahiyaga opirib qo'y deganingni anglagan tursam, bu bir kichik nahiyada buningdan boshqa yaxshiroq yotoq bo'lmasa, bu yerdan boshqa nega muboratding? Mulozimatchilarga ozroq yolg'on so'zladim shu. Do'stim yotoq nomerini deb berganda unutib qoptiman. Ismi Shakir, qaysi yotoqdagiligini izlab beringlar dedim. Seni izdamay o'z kimligimda yotoq ochqizsam, izlab chiqqanlar asalla tepib oladi. Bu sana ayon. Sana tegmayman deb qochib chiqqan bo'ldim. Ular men tegmayman degan odamning kimligida yotoq ochqizishimni xayolig'imga akirmaydi degina. Uning chiroyidan mayisligi manaman deb chiqib turadi. Ozroq ish chog'irtibmi qoldim. Shuncha mag'rur, mush yurtda har qandoq bir yigitni o'ziga ko'ydirib yuraligidek qiz edi.
Afsus, ko'ngil degan saranga amal yo'q ekan. Shamsiya bilan bo'lgan ziddiyatlarni deb bermamsan. Aldirab ketayotganligingni bilaman. Bo'ladi deb beray. Ammo ishonmaslik o'zingdan. U bir yutum sovuq ichimlik o'tlib olib so'zlashga boshladi. So'zlasam gap jiq, qisqiliday. Mening akamni sen bilasan. Uni chet elda o'qiyotdi deb bilasan-ku. Afsus. U chet elda emas, balkim Ishkirdagi ma'lum doktorxonada davolanayotdi. Nima kasal deb so'rama. Hozirli bilasan. Shamsiya bilan akamning ilgirki oshiq mashg'ulligini bilmasan kerak. Ular oliy maktabda aralashgan ekan. Kim bilsin? Ular baldurli bir uyda bo'lyapti. Biroq Shamsiya cho'ng shaharlarda yurib, o'ziga nijosat kasal yuqtirib olgan bo'lib, kasal akamg'imi yo'qibdi. Keyin ular bu kasalni bayqab, nomusga chidamagan Shamsiya o'lib bo'lib binodan o'zini tashlab, maqsadiga yetolmay putusundi. Doktorga elib berilganda o'zining sharmandaligini yoshirish uchun akamni bosqinchilik qilmoqchi bo'lganida o'zini qo'g'dash uchun binodan sakrdim deb turib elib, akamni sultivatdi. Keyin akamning kesili eg'irlab, turmadan davolanish uchun kepillik qo'yib berdi. Akam Ishkirda davolanayotdi. Shamsiya bo'lsa, rasvoliklari oshkoralanib ketgan u shaharda yashayolmay, o'zini diniy to'niga o'rib elib, bu shaharga kelib oldi. Akamni qancha yaxshi ko'rdig'imni bilmasan kerak. Akamning qisosini olmoqchi bo'ldi qilmayman. Ziddiyat ana shu. Oygulning deganlariga ishonmaydim. Biroq uning yomon kasal deganini bilmoqchi bo'ldim. Qanday kasal demoqchisan? Qanday kasal bo'ladi? Aydis. Quloq tubimda bir bomba portlagandak cho'chidim. Shamsiyaning undaq noshayon ishlarni qilishiga ishonmaydim. Biroq Shamsiyaning oksining turmaga solinishi hargizmi oddiy ish emas edi. Shamsiya bosqinchilik uchirmagandi. Oygulning aksi bundaq nijosat kasal tursa, bosqinchilik uchirgan qiz sog' qolarmi? O'ylashga petinlanmadim. Oygulni so'rash turib yotoqdan qo'lab chiqardim. Yotqonga yuzimni purkab yig'lab ketdim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Beshim qattiq og'rib turadi. Soatning qancha bo'lib ketganini bilmay, telefonimni ichib, onamga telefon urdim. Shakirmisan balam? Nalarda yuriydigansan? Biz taraflardagi ishlardan xotirjam bo'l. Qiz tarafdan boyatdan uchur keldi. Shahar boshlig'ining tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'alib qilib, jiddiy qutqizib etibdi. Bizmi mehmonlarimizga seni boshliqqa hamroh bo'lib doktorxonada saqlayotdi deb qo'ydik. O'zingni asra. Kashda cho'qim qaytib kel. Mehmonlarni yaxshi kutib yo'lga selyapmiz. Xotirjam bo'l. Telefonni yana etivatdim. Yotqonga yana yuzimni cho'mkidim. Ko'zlarimda yosh, yuragim laqtiqqan. Tunji so'ygan odamimning bundoq yomon uchuri meni azmakdi edi. Birli umid bor edi. Oygul bir yolg'onchi. Uning deganlarining yolg'on chiqishi umidning o'zi shu. Biroq bu ishlarni kimdan so'rayman? Roshangul bilamdigandi. Bilsimi u qayerda? Shamsiyaning o'zidan so'rashga bo'landi. Qop Shakir, o'lmagansan? Oygulning silkishlaridan uyg'onib atrofga boqdim. O'z yotiqim. Qandoq kirding degandek eshikka qaradim. Qarmasangmi bo'ladi? Eshikni qaqsam ochmading. O'lgan chexiy deb ma'ulog'i deb eshikni ochqizdim. Eshik tubida kutgich qiz qarab turadi. Mening beshimni ko'targanimni ko'rib, u ketib qoldi. Qo'rsoq ichib o'lsin demsan? Yur, tamoq yeb kiramiz. Shundaqmi qashon qiz bo'ladi ekan. To'y kuni yigit tarafidan tashlansin. Nomusda uydan qochib chiqdi desam, bu yerda yana qo'soqning g'imini qilib yuriydi. Sirtqa chiqishdan uyalmamsan? Bu naydimi seni, meni to'naydiganlar to'la. Haq ko'si nima deydi? Nima deydi? Bir jup oshiq mashqkan deydi shu. Uyalsangchi. Cho'nglar nomusi nima qilyapti? Kelgan mehmonlarga tushuncha berib bo'lamay avara. Sen bo'lsang, yana kulalaydi ekansan, ha?
Küləmən Şakir, sən yenimdə bolsan, ölüdüğən iş bolsama külüb barman degine? Vay bizə. Dadağını yürek kesil bilen doktorga kirib qapdı o davatıdı. Şunu bolsama oyla. Sen işendimi şu geplerge? Dadamның əzəldən yürek kesili yok. O degen bir siyasun. Qandaq çağda qandaq buluşunu obdan bilidi degine? Yüzünü töküp olmaslık üçün yatıdığandı o haqiqatcan. Şundaq bolsama bir telefon qıp qoymamsan. Qimmi dedemsen? Ularning nima qilayotganligidan xabardor bo'lib turibman. Mening uyda qolgan xabarchim bor. Ulardan xotirjam bo'l Shakir. Dadamning tushda nima yeganini bilib turibman. Uning buncha yomon ekanligini burun bilmagan bo'latdimmi? Qupa deyman. To'y kunimizda och yursak qamlashmas. Bu nahiyedagilarning bizni taniydiganlari sening va bizning uyda to'y o'ynaydi. O oyog'imni majburiy kiygizdi. Tamoq yemay to'y kechisini lati bo'lib o'tkazay demsan? Nima qilay deysan? To'y kechisini tushayotamsan texi? Hamini keladigan kun bo'lgandan keyin xiyol qilib qo'ysin nim bo'pti. Shumliq qilaman deguchi bo'lma. Kech kirsila qaytib ketaman. Kim seni ketma debdi? Hozirgi vazifa qo'saq to'yg'izish. O meni so'rashtirib degidek oshxonaga chiqdi. Tonishlarni uchrab qolmasin degandek yuzimni cho'kirib yurdim. Kech kirmigi shuncha tas keldi. Oygul 1 minut mendan neri bo'lmay kayfiyatimni uchirib yuratdi. Sening jiningimi voy Oygul. O'zingni yaxshi ko'rmaydigan birga shuncha yepishib olgan bormi, ha? Har nima qil, mening seni yaxshi ko'rishim mumkin emas. Yaxshi ko'rishim o'zimning ishi. Seningmi kimni yaxshi ko'rishing o'zingning ishi. Men seni meni yaxshi ko'r deb erishtirib yurmagandan keyin, senmi ishingni qilaversang bo'lmamdi? Qo'yningga kirib elib meni ol demagandan keyin, qishingda o'ltirsam nim bo'pti? Seni ko'rib o'ltirganni ko'ra chivin yavasam-o ko'nglim buncha ilishmasdi. Odamni ozroq bezar qilib, yolg'iz qo'ysam bo'lmamdi. Bezar bo'ldim devatamsan? Bezar bo'ladigan kun oldingda texi. Chiroyli xonimangdan kesil qo'zg'alsin cho'qini. Shu chaqda bilasan bezar bo'lishni. Qo'limga nima chiqqanlik bilan karim yo'q, uning yuziga otdim. Yo'qol, numus qilsangchi. Sening degan qaysi bir gaping rost chiqqan? Boshqalar tuhmat qilishga xumarg'osan. Shundoq deganim bilan Shamsiyaning shu nijis kasal giribtor bo'lishidan bakmi qo'rqatdim. Bo'lsa tuhmat bo'g'ay ilohim. Tuhmat? Kimga tuhmat qilibdiman? Dedim-ku tekshirtib baq deb. O'zidan so'rasangmi bo'ladi? Yoki oyog'imni otdim. Yomon jintakka bir saklabla o'tkazib-atdi. Men dedim-ku Shakir, sen mening ömrümdə sana tegmay qo'ymayman. Kimki sana tegiman deydikan, yaxshilik ko'rish degandan xiyol qilmasin. Chajrab o'rnimdan turdim. Afsus, men turib bo'g'icha u qechib ulgurdi. Eshikni ichidan taqab Ro'shangulga telefon urdim. Afsus, telefoni etikkan. Shamsiyaga telefon qilishdan uyildim. Ilohim, Ro'shangulning Shamsiya bilan Oygul o'tirsidagi ishlardan xabari bo'g'iydi. Bo'lmasa bu tugunni kim yeyib berar? Oygul degan jinning yana avvar qilishidan qo'rqib, kech kirishini kutmayla uyga qaytdim. Uydagilar mendan ansirabla o'ltirishgan ekan. Ularning deyishicha, mehmonlarni qudimiz ig'ir kasal bo'lgani uchun qizni yo'tkab akalanmaydigan bo'ldi-o deb aplab yo'lga sapdi. Biroq meni ko'rgan onam yig'lab ketdi. Voy jinim balam, qaysi kundagi yig'ingni neshnimini tushunmaginim nemisi? Oygul bilan to'yni qilishga oldirib shunda qilayotgan o'xshaydi u debdi men o texi. U asli bir nokaskan emasmi? Seni qo'lga tushirman deb biz cho'g'larning oldida qilib yurgan ishlari-chi texi. Yig'i qo'shaq qatqili nimandoq ustiqaq biz. Hech qopiyasi yo'q gaplarni ohangga silib daverdi ekan. Bo'ldi qila endi. O'g'lini xijli qilib nima qilasan? Dadam onamni to'sidi. Va Odil valining qizi bilan qachon tepishib olgan edim? Onamning deganlaridimi xijolat qiladigan ishini so'rdi. Bu dadamning shaxsiy sirim ustida tunji so'rish edi. Nimami deyalayman? Uni qiz do'stim deysam, uningda Oygul degandek kasal bo'lsa-chi. Uning ustiga Shamsiya menga hozirgacha bu to'g'riliq bir javob bermagan tursa. Sukutning o'zi eng yaxshi javob. Elim yaxshi ular Ro'shangulni xato tushunib yurmabdi. Shuningdan qaraganda Shamsiyami ota-onam bilan ko'rishibdi.
bu cho'qim Ro'shangulning to'hpisi edi. Uningga haqiqatan ko'p qarz bo'lib qilyotdi. Qachon bo'ladi? Qaysi kuni Shokirni kutubxonasiga bir qizni boshlab keldi. Mehri ajab issiqkan demidimmi? Shu qiz dal Odil valining qizigan emasmi? Ota-onasimi shundoq esli odamlardan edi. Onamning eg'izi ichildi. Ular nima demasin gap qilmay o'ltirib oldim. To'y buzilib, at sahardla Ro'shangulni izlab uning uyiga bordim. Lekin Ro'shangulni uydagi xizmatkorlar qaytib kelmadi dedi. Qaraganda u uyiga qaytmayla Urumchi ketgan o'xshaydi. Tuyuqsiz telefonimga qisqa uchur keldi. Shakir, biz Urumchiga qaytdik. Bizni izlab avora bo'lma, maktabda ko'rishaylik. Shamsiya Ro'shangul deyilgan edi. Yana kutish boshlandi. Ta'tilmo to'shay deb qolgan edi. Ularning so'zichi bo'lganda Ro'shangulmo biz bilan o'qishga boramdi nima? Ro'shangulning tilidan xushpuroq chechilg'ay ilohim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Ta'tilmo oxirlashib maktabga kelib oldim. To'y ishidan keyin deb o'tgidek cho'ng ishlar yuz bermadi. Shahar boshlig'i qizining qechib ketganini bizdan yoshirib, o'zining kasal sabablik qizining to'yiga to'solg'u bo'lgani uchun qizi yuzini qo'ydigan yer topolmay, boshqa yurtdagi tuqqanlarning qishig'i berib olganligini aytib, uydagilarga choy berdi. To'y ishini qizining ochchig'i yonganda deyishadigan bo'lib, to'yliqmi qaytarilmadi. Bizning uydagilar boshliqning yuzini qilib boshqa gap qilmadi. Shuning bilan bir qitimliq bo'ron oxirlashdi. Oygulning parokandichilik qilishidan yurtda qutilgan bo'lsam-mu, maktabga kelib tutildim. Shakir, to'yimni buzib yaxshi ish qilmading. Bir kun bo'lsam xotin qilib qo'yib etgan bo'lsang, buncha izzoda o'lmagan bo'lardim. Xayr, bo'ptiliday. Ammo esingda tutqinki, keyingi to'yingda tarix takrorlanib qolmasin ilohim. Bu so'zlarni tahdid yoki tilak deb tushunmay gangirabla qoldim. Yaxshilik qilg'uchimi? Əməlimizə layiq jazo berguchimi? Xudo o'zi Aygul. Burun qilganlarimning jazosini tatib bo'lgan bo'g'iydim ilohim. Ortiq gap qilmadim. U meningcha maktabga burunli kelib olgan bo'lsa kerak. Menmo Shamsiyalar bilan boldurroq ko'rish uchun bir kun burun kelib olgan edim. Kelsam Aygul kelib bo'lgan ekan. Shamsiya kelmay qolsa, Aygulning bugun kechini menga uyqu orom qilib berishiga ko'zim yetib, sirtda yotoq ochqizdim. Sahar maktabga yetib keldim. Maktab darvozasida menga saqlab turgandekla Aygulga yo'liqdim. Tep baqa Shakir, jajani berdigan chaqlar yetib keldi. Qandaq berdigandim men? Chiroyda bir g'iljin kulki. Nima shumliqda buncha xushal bo'lgandi deb. Sening elingni men nadim bilay. Shaytonga dars bersan-ku sen. Shamsiya bilan ikkingni birlashib men qarshtirmisan deb Ro'shangulni menga hamroh qilib avatibdi. Kim avatibdi? Jinning ig'izdan bo'lsa-mu Alloh so'zni anglay deb bilmasga silib so'rdim. Sening jajani berishni menga sog'an shu ikimiz. Xudoga ming shukri. Munu shaytonning qalbida bo'lsa-mu yomonlik o'ylaganda igimiz bor-kan emasmi? Afsus, u o'zining barliq planlarini shu umid bog'lagan do'stining nobud qilganligini bilsa edi, nimami bo'p keta. Ay, karamlik ulug' Alloh ekan. Sirlarning sirpiti uning bilinmasligini seningdan tilayman. Ichimda Allohdan tiladim. Ro'shangulning xabarini yetkazgan boshqa biri bo'lsa edi, xo'shliqda cho'qim ko'tirib aylantirgan bo'lar edim. Shaytondan yana bir avobda undaqda. Chandurmay deb qo'ydim. Qalbimda Ro'shangul shayton emas, farishta edi. Allah jajani berishni xalab qolgan cheg'i. Kimning jajisini berdi, ko'mamdiq. Uning degan gaplariga miyig'imni kulib qo'ydim. Shamsiyalar bilan yotoq oldida ko'rishdik. Degandek Ro'shangul uning bilan birga edi. Ro'shangulning kiyinishi Shamsiyaning kiyimlari bilan o'xshash bo'lib, Aygul shuning qarab bo'lsa-mu bir nimani sezmagan edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikkisi tangli javob qaytardi. Ishkinglar she'rni o'tkazayli deb burun kelib olmagansizlar? Ro'shangul meni chiqib-olishga amroq edi. Buning bilan birga bo'lsam she'rni emas, kulpatay bo'lib qolmamdi menga. Chaqchaq deb tushunar desam, gapimni Aygul elib oldi. Bo'ldi qilar Ro'shangul. Bu mato'g'i she'rni nima qilibdi?
to'y qisimi Shirinay emas, itkapdan qoldim deb o'tgan shirin chaqlari uchun xotiniga taptani qilmasli bo'ladi-ku. Gepining oxirini ig'zini ushlab degudek dedi u. Bundaq gaplarni qo'yib, o'z gapini qilar Ro'shangul. Nim bo'lib o'sha gap qoldi? Chet elda yursam o'til o'rgandikanman. Uningdan ko'ra o'z elimda o'rganay deb keldim. Mavsum o'tirsidimi o'quvchi olamdi ekan? Chet elda o'qigan vaqtimda e'tirof qildi ekan. Bir mavsumlik o'qish pulini ko'p to'ldim shu. Yotoqni qanday qildigan bo'ldinglar? Qandaq bo'ladi? Uchimiz bir yotoqda. Yo'q Aygul, men maktabda yotmayman. Maktabga yaqinli yerda dadamning ep qo'ygan uyi bor. Shamsiya bilan shu yerda turishni qaror qildik. Sen bu qolay bo'lsa biz bilan birga tursang bo'ladi. Aygul hayron qoldi bo'g'ay, Shamsiya bilan Ro'shangulga bir qarab etib. Ishkinlar birga turamiz deb atamsizlar? Shundaq. Sen xohlasang ushib bo'lamiz. Qildigan ibodatimizga qolay bo'ladi. Ro'shangul qilch tamtirmay javob berdi. Ibodatimiz deb atamsan Ro'shangul? Sen nim bo'lavatdi? Qizib qolmagansan? Aygulning Ro'shangulning peshonisini silash uchun opargan qo'li bo'shliqda laylab qoldi. Ro'shangul o'zini qochirib. Shundaq, ibodatim deb ataman. Burun bilmagan bo'lsam, endi bildim Aygul. Sen xohlasang bu holatni o'zgart, biz sana yordam beramiz. Nimandaq kiyinib oldiki desam, senmi uning kesilini yuqtirib optikansan-da? Bo'ldi. Meni o'zgar degicha o'l degin. Aygul taraqshib yotqiga kirib ketdi. Shamsiya menga bir qarab etib. Uni bundaq tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Shunga siz yotog'ingizga ketgach turing. Biz Aygul bilan obdan bir paranglashib ko'raylik. Biz bilan tursa, azroq bo'lsa-mu bir nima yuqsa ajab emas. Bo'ysunmoqdan boshqa amal yo'q-da. Afsus, sizlar uning bir nima yo'qa deb bo'rini qo'tonga boshlamasanglar bo'ladi-ku. Ma'qul degandek beshimni egib. Allohga omonat, tushlik tomoqda birga bo'laylik. Sizga-mu Allohga omonat. Alloh xolisa birga bo'lamiz. Xo'shlashib yandim. Shundoq isil, axloqli bir qizning shu nijosat kasal ekanligiga qat'iy ishonmaydim. Ro'shanguldan bugun so'ramaydigan bo'lsam. Tushlik tomoqni to'timiz birga yedik. Aygulmo ular bilan birga turadigan bo'pti. Bumi yaxshi bo'lgani. U maktabda yolg'iz turadigan bo'lsa, mening kunimga voy. Kunda avar qilib beshimni sarang etdi bo'g'ay. Shuncha kallis ishlaydigan Aygulning bularni o'ylamag'iniga hayron qoldim. Tamoqdan yong'inimizda Ro'shangulni tartib, ularning orqasida qoldim. Sendan bir ishni so'ray degandim. Nimani so'raysan, Shakir? Aygulning aksi bilan Shamsiyaning ishini. Ularning nima ishini bilmoqchidim. Shu qanchalik aralashganini, nim sababdan ayrilib ketganligini bilay degan. Nima deysan, oy Shakir? Shamsiya qayerda yurib Aygulning aksi degan shu nakas bilan aralashibdi ekan. Shundaroq oldim-ku. Shamsiyaning sababi bilan kesilib ketgan deydi-ku. Men qara Shakir. Haqiqatan bu gaplarni Ayguldan anglagan bo'lishing mumkin. Shamsiya bilan Aygulning aksi aralashdi degani qip-qizil yolg'on. Ammo u nagasning turmaga kirganini anglaganman. Shamsiyaning sababi ekan deyishgandi. Biroq bu obro'yparast haq isbosni chiqamay yo'q qilib etishdi. Shamsiyadan nim deb so'rayman. Sho'nglashqa so'rayamay belanmadim. Ro'shangulning javobi kutgan yerimdan chiqmadi. Undaqda ularning ziddiyatini bildikan-sanda. Zodi ular nemishqin bunchalik qilishib ketdi. Hozirgacha belanmay ichim ziyda desangchi. Universitetda o'qiyotgan chaqdagi ishlardan sening faqatli xabaring yo'q-kanda. Nima ziddiyat bo'ladi? O'g'il talishidi shu. Kimni talishidi? Menimi? Og'zingga po'q. U chaqlarda sen qiz bolaning o'zi tursang, qiz deganni xiyol qiladingmi? Qizlarmi-chi qara, mundaq erkakdiki bolalarni talishidi. U shundoq deb amdlatin xat tartgan burtumni tartib qo'ydi. Amsi kim u? Ish qilib sen to'naydigan biri. So'zlasam gap to'la, ayrim bir kun deb beray. Cho'qim meni yolg'iz mehmon qilsan. Uni demisimi maktab kelib qolgan edik. Aygul bilan Shamsiya bizga saqlab qarab turardi. Eng oxirgi savolimni so'rab oldim. Shamsiya muhabbatlashib ekanda undaqda. O'zdan so'ra bayqush. Sen hozir Shamsiya bilan yurmagan bo'lsangmi, Aygul Shamsiyani muhabbat dushmanim deb bildi-ku. Savolga savol bo'yicha javob bo'ldi-da. Nima deb tushunishni bilolmay qoldim.
Ro'shangulning sepimizga qo'shilishi bilan turmushimizda burilish bo'ldi. Ilgargidek kechda yotoqqa qaytib, yostiq quchoqlashdan kechki tomoq uchun uning uyiga yig'ilib tomoq yeyishga almashdik. Men yotoqqa bak kech qaytatdim. Ular bo'lsa qo'nib qolmay qo'sh. Biz uch tursak nima qila olaydi? Bizning sang chiqilib qo'yishimizdan qo'rqib deb zonglik qilish, hazil qilishlari ichida yo'lga solatdi. Yo'lda qaytqucha yotoqda xiyol meni chirmaydi. Shamsiya xiyoliy turmushimning hamrosi edi. Ro'shangulmo Shamsiyaga Oygulning oksining nima qilganligini aniq bilmaydi ekan. Lekin Oygulning oksini turmaga kirgandi. Shamsiyaning sababdan ekan deb anglagandim deydi. Bir er kishi qizlar tarafidan bosqinchilik bo'lmasa turmaga kirib yuramdi. Bo'libmi jamiyatda o'rni, puli borlarga qonunda yo'chiq to'la tursa. Bularni Shamsiyadan so'rash rostli biyap edi. Oygulmo rost gap qilmaydi. Oygulning "Akam aydiz" degan so'ziga tamoman ishonishga bo'ladi. Har qancha aski bo'lsa-mu, o'z aksining jamiyatdagi yuz obro'yini sitib yurmas. Bu nijosat kasalning yo'qish yo'llarini o'ylasam, g'ashlik, ichi titildash. Mushkullarda g'amkin bo'lib qolyotdi. Qizlarning kulki chaqchaqlarimi quliqimga ba'zida mush urgandek bilinadi. Oygulning g'iljanlashlarini qo'pollik bilan rad qilsam, Shamsiyaning ma'nli qarashlariga bardoshlik berishim bekmi tashkil etdi. Uning har bir qarashlaridan "Shakir, nim bo'ldi? Yaqinni bu yan o'zgarib olding-ku. Mendan bir savallik o'tmagandi-ku" degandek ma'nolar chiqayotgandek belinib, yuragimni g'ajalaydi. Bir kuni Ro'shangul yong'i tortib, Yur Shakir. Sen bilan paranglashmasam bo'lmadi. Qaysi kuni yolg'iz mehmon qil, deb beraman degan ishlardan seni xabardor qilmasam bo'lmadi. U shundoq deb meni apandi restoraniga boshlab keldi.